Gazlar endi bemalol bo'lib qoldi. Bu ko'rayotgan modellarni endi davri kelyapti. Endi buni ko'pchilik yoz oyida talabi ko'p bo'lishini sababli ham ekonomichniy mashina hisoblangan Isuzu MPR 82L refrigerator avtomobilimizni bugun obzor qilib o'tib ketamiz. Bu avtomobilimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Ko'pchilikning xabari bo'lmasa, bu avtomobilimiz 100% tabiiy gazda harakatlanadi. Shunga yarasha avtomobilimizning dvigatel qismi ham tabiiy gazga moslashtirilgan. Agarda siz tabiiy gazda harakatlanadigan bo'lsangiz, avtomobilimizga 1 million kilometrgacha garantiya beriladi motor qismiga. Avtomobilimiz 4 silindrli, injektorli, zavodskoy gazga mo'ljallangan golovkalar o'rnatilgan dvigatelimiz jihozlangan. Avtomobilimizning ot kuchi 130 ot kuchini tashkil etadi. Avtomobilimiz mexanik uzatmalar qutisi, 6 pog'onali mexanik uzatmalar qutisiga ega. Avtomobilimizga ikkita 150 litr sig'imli 60 metr kub gaz sig'imi ketadigan ikkita gaz ballon o'rnatilgan. Bu gaz ballonlarni ishlab chiqarilgan davlati Italiya hisoblanadi va bu yerda o'rnatilgan gaz klapani ham Italiya davlatida ishlab chiqarilgan. Siz aziz xaridorlarga aniq bu funksiyasi kamida 3 yilsiz kerak bo'lmaydi, lekin ko'rib qo'ygan ma'qul. Bemalol kabinani bitta qo'lda ochsa bo'ladi. Shu joyida ko'rsatib o'tib ketish kerakki, avtomobilimiz aqlli dvigatel hisoblanadi. Endi smart dvigatel. Sababi avtomobilimizda miya qismi mavjud. Bu miya qismi orqali buni bemalol stage, ya'ni proshivka qilsa, ot kuchini ko'paytirsa bemalol bo'ladi. Faqat ot kuchini ko'paytirgandan keyin yoqilg'i sarfi ham shunga yarasha ko'payadi. Va yana bir narsani aytib o'tib ketish kerakki, avtomobilimizga refrigerator o'rnatilganligi sababli uni generatori ham akkuratli tortib olib kelinib, gofralar bilan o'ralgan va generatori o'rnatilgan. O'rnatilgani Valeo, ya'ni Turkiyaniki qo'yilgan. Bu funksiyasi kerak emas deganimning sababi, sotib olgan xaridorlar kamida 3 yilsiz mashinani ko'chada buzilib qolgan holati bo'lmaydi avtomobilimizda. Albatta o'sha kafolatli servisga olib kelib, moylar almashtirilib, texnik ko'rikdan vaqtida o'tib tursa, avtomobilimiz sizlarga bemalol 10 yil xizmat qiladi. Ko'rib turganingiz Bridgestone baloni razmeri 215-75 R 17,5 bo'ladi. Bu Bridgestone brendini ko'pchilik bilsa kerak. Avtomobillarga Formula 1 avtomobillarini baloni Bridgestone kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi. Bu avtomobilni sotib olganingizdan keyin ko'pchilik sizga maslahat berishi mumkin, bu balon qattiqlik qilishi mumkin deb. Lekin maslahatim, bu balonni almashtirmang. Bu balon sizga bemalol ko'p xizmat qilib beradi. Sportivniy balon. Ko'rib turganingizdek, avtomobilimiz to'liq ichkaridagi salqin havoni ushlab qolish uchun barcha qulayliklarga ega. Ya'ni avtomobilimizning bort qismining qalinligi va obshipkasi mustahkam qilingan. Ichidagi, ya'ni pol qismidagi materiali ertaga muzlagan taqdirda ham sirpanib ketmasligingiz uchun mustahkam qilib ishlangan. Avtomobilimizni yon tomonda ham eshigi mavjud. Orqasini ochish majburiyati bo'lmasa, yon tarafdan ham yuk ortishingiz yoki tushirishingiz mumkin. Ha, yana bir narsani aytib o'tish esdan chiqdi. Avtomobilingizda narvon mavjud.
narvondan foydalansangiz ancha chiqib tushishingiz oson bo'ladi. Isuzu avtomobili baland mashina hisoblanadi. O'shaning uchun narvon ham kerak bo'ladi. Endi esa kabinamizga tashrif buyuramiz. Avtomobilimizning salon qismiga. Avtomobilimiz ko'rib turganingizdek salon qismida haydovchi uchun barcha qulayliklar mavjud. Ya'ni ushbu avtomobilimizning rul chambaragi tepaga, pastga va yonga harakatlanadi. 4 ta xil rejimda harakatlanadi. Yon oynalarimiz elektron ko'tarib tushirish tizimiga ega. Yon ko'zgularimiz ichkaridan boshqariladi. Oynalarimizda abagrev tizimi mavjud, ya'ni qizdirib berishi va yoz oyida eng kerakli funksiyasi avtomobilimizning konditsioneri mavjud. Va refrigeratorimizni boshqarish uchun konsol ham mavjud. Avtomobilimizni endi haydab yumshoqligini test qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Ketdik. Avtomobilimiz yumshoq, bemalol bitta qo'lda harakatlansa bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek. Rul yumshoqligiga Nexia havas qiladi. Uzoq masofali yo'lga chiqqaningizda bu sizlarni charchatmasdan bemalol harakatlanishingiz uchun qulay, komfort hisoblanadi. Hamda avtomobilimizning o'sha bort qismi ham, shunga o'rnatilgan resorlar ham yumshoq hisoblanadi. Bu mashinani, ya'ni otishini, ya'ni sakratib tashlamasligini oldini oladi. Yuksiz harakatlangan paytda ham. Ko'rasizlar, o'tayotgan joyimiz ham avtomobilimiz yumshoq o'tyapti. Noldan 100 gacha sinab ko'ramiz hozir. Qo'zg'alish ham o'ta tez, ko'rib turganingizdek. Va tormoziga ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sizga ushbu avtomobilimiz qiziq bo'lsa, bizning avtosalonimizga tashrif buyuring. Bemalol ushbu avtomobil haqida va boshqa avtomobil haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ushbu avtomobilni avtokreditga sotib olsangiz bo'ladi. Boshlang'ich 25% to'lov qilib, 3 yildan 5 yilgacha muddatda xarid qilishingiz mumkin. Pastda raqam qoldiramiz, o'sha raqamga bog'laning. Xayr, sog' salomat bo'ling.